Samarqanddagi marafonda qatnashish menga nech pulga tushdi? Taksida borish 270 ming so'm. Soat 4 da otelga yetib keldim. 2 soat dam olib ujin qildim. Ujinim esa otelimning tagida joylashgan Evasda. Taksida Ristonga bordim. Odam ko'p bo'lgani uchun taksi qimmat chiqdi. Marafonda ishtirok etish 300 ming so'm. 300 ming so'm ichiga nimalar kiradi? Osh tarqatishdi, muzika, lazer show, 3D show, kayfiyat a'lo darajada. Marafon sumkasi ichida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Bukadan futbolka, ikkita xrutka, Nestle Milo, Pepsi, mana bularning hammasi. Qaytgancha yana nomer ham bor. Marafondan oldin taksi 55 ming ko'rsatuvdi. Poput qushlab 15 ming yetib oldim. Ertalabdan hamma tayyor. Start 7:10 da boshlanadi. -1 gradusda yugurishni boshladik. Odam juda ham ko'p. Marafonda 10 mingtadan oshiq odamlar ishtirok etyapti. 53 ta davlatdan kelgan. Har bir 3 kilometrda shunaqa pit stop bor ekan. Quyosh chiqdi. Odam sal isishni boshladi. Bular to'liq marafonda birinchi o'rinni olgan odam. Xo'sh, shunaqa pit stoplarda nimalar bor? Ko'rib chiqamiz. Izotonik, Pepsi, banan, qurt, apelsin va xurmo. Lekin shunaqa sovuqda bitta issiqchoq yetishmadi. Yugurish davomida eng chiroyli trassa shu va men ham finish qildim. Medalni lekin zo'r ishlab chiqishdi. Men o'zimni birinchi yarim marafonimni o'tdim. Mana medal. O'tgandan keyin haqiqiy azoblanish boshlandi. Isitma 38.5. Ukol olib otelga bordim. Taksiga chiqqan odam pulni tagida qolib ketdi. Evasdan ikkita limon choy olib otelga jo'nadim. Dorilarga 200 mingdan oshiq ketdi va otelga 2 marta skori keldi. Yaxshi, meditsinamiz tekin. Lekin Samarqandga kelganimda bir kun marafonda, ikkinchi kun aylanaman deb reja qilgan edim. Ko'rib turganingizdek, nasib qilmabdi. Ikkinchi kun yana 70 ming dorilarga ketdi va uyga qaytishdan oldin lorga bordim. Tomog'imga ukol va yuvdirish qildim. Konsultatsiya 160 ming so'm ekan, muolaja esa 70 ming so'm. Narsalarimni yig'ib uyga qaytdim. Samarqandga borgandan keyin endi non olmasa bo'lmaydi. 15 mingdan deb turgan joyda 8 mingdan 6 ta non oldim va issiqqina yeb oldim. Ha, qaytishda esa taksida qaytdim. 250 ming so'm. Yo'lda Jizzax somsa oldim. Soat kechki 8 ga uyga keldim. Kelishim bilanoq ukol va kapelnitsani boshlab yubordik. 5 kunlik lecheniya. Ukol va kapelnitsa qilish menga yana 600 mingga tushdi. Umumiy olganda marafonda qatnashish menga Dubay turini narxiga tushdi. Mana, ko'rishingiz mumkin nech pul bo'lganini. Lekin men bundan umuman afsuslanmayman. Marafon men uchun juda ham zo'r o'tdi.